O'zing qana bo'lsang, shuna xotin nasib qilasiz. Ko'pchilik lo'ni tishlab bunday qiladi. Uylanmagan bolalar. O'ziga o'xshagan nasibni biladi-da, u qanaqaligi o'zini. Bag'i ketdi-yu endi deydi. Hali bir ustoz oldiga kelib bir yigit, ustoz men yemagan qantim qolmagan, lekin tavba qildim. Uylanmoqchiman, shunga nima deysiz? O'zingga o'xshagan tavba qilgan nasib qiladi degan ekan. Shuning uylanmagan bolalar menga pokiza, inasi o'pmagan, gapi chiqmagan kelin nasib qilsin desiz, o'zingiz normalni yuring. Ni normalni yurmang, normalni yuring. Pokiza yuring. Telefonda ham u bu narsa ko'rmagan ayol nasib qilsin, siz o'zingiz ham ko'rmang. Ibodat qiladigan nasib qilsin, siz o'zingiz ibodatli bo'ling, odobli bo'ling, axloqli bo'ling. Shunda inshaalloh hammasi go'zal, chiroyli, yaxshi bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin yigitlar, borlaringga shukr. Butun vujudlaring bilan eshittilaring deb o'ylayman. Ko'rinishdan shunaqa o'xshaydi. Endi amal qilinglar.